bo'lsak. Bu yer cho'ta juda ham kichkina bo'lib qoldi, lekin shu qabrdagi bo'lib qoldi, qabr. Sakromiydi-da, bo'ladi shu. Yo'q, to'xtanglar. Odam bo'laylik, obunachilar. Odam ozgina o'ylaydigan, ozgina bitta shafqatli bitta inson bo'laylik. Shunaqami? Do'stlar, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyin kommentariyaga yozinglar, yana qaysi youtuberlarni men shart berib shunaqa qiling. Birinchi anaqamiz, blogerimiz, youtuberimiz Joxa bo'ldi. Obunachilar, Joxa. Nu, ana chippa chiroyli bu ana bo'ldi. Endi biz bezatib chiqamiz va ichkarini bezatishimiz kerak. Sababi u zerikib qoladi. Jo'xabek zerikib qoladi. Mana bu ovqat. Buni nimaga oldim bilasizlarmi? Havo bo'lmaydi. Havo bo'lmagani sababidan ham juda ham anaqa havo bo'lmaganidan biling makillab qo'ymas, sasib ketadi. O'shaning uchun buni oldim. Bu yerda yotadi va bu yerda bu narsalarini vajd bo'lmay, men bu qo'shiq etib turadi mana. Bu yo'lga endi sasiydigani sekingina shunday qo'yib qo'yamiz va 11 ta go'sht, bitta sho'rva va bitta sasigan nima gnilak pilotmi shunaqa makilab qo'yma. Mana bizni qabrimiz shunaqa. Endi Jo'xani chaqirib kelsak bo'ldi, to'xtanglar-de. Qabr kechqurun ham tushib ketibdi. Buni hozir qabrni anaqa qilib qo'yishimiz kerak. Hop, buni ustini yopishimiz kerak, Ana bo'ldi. Obunachilar, mendan xafa bo'lmanglar. Ana bo'ldi. Qani, yo'q, bu вообще yarashmadi. Bu axir bizni chiqib tushib yuradigan joyimiz. Bu endi eng zo'r joyi. Bam. Axir yo'qotib qo'ymasligimiz ham kerak. Qani hozir obunachilar, sizlar videoga like bosgan bo'lsanglar, biz Jo'xani chaqirib kelamiz va 24 soat 12 setamiz. Qani let's go. Jo'xa как раз kechqurun ham tushdi. Endi buni ichiga tushib ko'ramiz. Meni shu darajada qiynamoqchimisiz? Ha, endi shart bajarish kerak. Tushasizmi? Ha, tayyorman. Qani hozir ana hayron qoladi. Yo'q, shu yerda yotamanmi? Ha, shu yerda yotasiz. Yurib ham bo'lmaydi. Yo'q, siqilib ketaman bu yerda. Shartda bajarishingiz kerak. Hozir ustingizdan elib ketaman. Qani, hop, Hop, ana. Jo'xa ovozim eshityaptimi? Ha, eshityapti. Endi sizdan 10 daqiqadan keyin xabar olaman va ko'rib turaman siz kameradan. Xo'p, mayli. Obunachilar, mana Jo'xani ham ichkariga qo'ydik. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Hozir Jo'xani sizlar ichkarida ko'rasizlar. Men esa uyimga ketdim. Sababi biz dam olishimiz kerak. Maykamak, bu yerda 24 soat yashayman, yo'q. Mana sandiqda zombini go'shti nima qilyapti, yo'q, sas ketyapti, fu. Qanak yurayman, sas yotibdi, fu. Nimaga prinsessa buni bu yerga tashlabdi, ha, mayli. Shu shart bajarilsin, keyin ko'ramiz. Men buni boshida sandiq ichiga qo'yaman. Juda ham siqilib ketyapman. Xabarlasizlar, videoga like bosib, kanalga obuna qo'yinglar. Prinsessa tezda 5000 ta bo'lishi kerak. Mana buni chalib o'tiramiz. Yo'q, to'y qamotib ketibdi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan prinsessa. Shoshmanglar, Jo'xadan xabar olish esimda yo'q. Jo'xadan xabar olish kerak do'stlar. Jo'xa nima bo'ldi, nima bo'lmadi? Yo'q. Jo'xa nima gap? Qalaysiz, turdingizmi? Turdingizmi deysiz? Uxlaganim ham yo'q, zo'rg'a yotdim, bellarim og'rib, oyoqlarim qiyshayib ketdi. Yana nima? Siz nimaga zombini go'shtini menga tashab ketgansiz? Zo'rg'a sasib yotgan joyda yotdim, Zo'rg'a yotdim. Olib keting bu go'shingizni. Uzr. Mana oldim. Mayli, ketdim hozir. 1 daqiqadan keyin xabar olaman, xo'pmi? Ha, mayli, xo'p. Yo'q, ochilmayapti. Obunachilar, Jo'xa esganimdek ana sasib ketgan loyli joyda yotgan va aytganimdek bo'ldi, tushunasizlarmi? Endi sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, keyingi bizning qurbonimiz kim bo'lishini kommentariyaga yozib qoldiring. Jo'xa, ahvolingiz yaxshimi? Suv ichgingiz kelmayaptimi? Prinsessa suv ichgan vashchiga o'tdi.
Nima qilayman? 24 soat suvsiz yashashingiz kerak shu qabrda. Bir umid kutib alaq qildim sizdan. Mendan hech qachon umid kutmang. 24 soat yashaysiz. Yana 10 soatingiz qoldi. 10 soat chidasangiz bo'ldi. Xo'p. Obunachilar, menda judayam bitta dahshat ideya bor. Hozir sizlar bilan uni videoni davomida ko'rib olamiz. Men judayam vahshiy prinsessaman. Do'stlar, hozir 24 soat tugashiga ham 5 soat qoldi va men bu qo'limdagi kislotani Jo'xaga sepaman. Hozir puraqli iti bo'ladi to'g'risilar. So'nggacha videoga like bosib kanalga obuna bo'lib kuzatib turinglar. Jo'xa, ha, nima? Sizga zo'r pодарок olib keldim. Nima olib keldingiz? Qarang. 1 2 3 mana. Oppana. Nimalar qilyapsiz? Nima bu? Oddiy narsa. Sezilib anaqa ko'plashadigan joyi-yu. Nima qildingiz? Oyog'im kuydi, qo'lim kuydi. Nima qilaman endi? Men qatdan bilay nima qilishingizni. 5 soat qoldi. 5 soatdan keyin chiqasiz, bo'ldi. Shartni bajargan bo'lasiz. Siz ko'rasiz hali. Mayli, nimani ko'rsam ham bo'ldi. Nimani ko'rsam ham zato men uni Jo'xani qiynab, qisqasi nima qilyapman? Jo'xani qiynab, bu qilib, hali bundan ham zo'r videolar chiqadi. O'shaning uchun ham videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va keyingi YouTuber qaysi bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Va nihoyat 24 soat tugashiga ham 1 soat qoldi va meni keyingi qo'rqizadigan kamisa bisiklet qo'yaman va Jo'xa qo'rqib ketganidan chiqib ketadi va yutkazadi. Yutkazsa hech nima bo'lmaydi. Jo'xa, nima gap? Necha soat qoldi? 1 soat qoldi. O'tiribmisiz? Ha, o'tiribman. Hozir oldingizga tushaman. Zo'r sovg'ab keldim. Qanaqa? Dadan, siz xonangizda topib oldim. Nima qanaqasiga? Qochib turing. Mana, nima bu? Nima qilyapsan? Men qo'rqaman axir bundan. Yo'q, nima? Hali ko'rasan prinsessa, shu yerdan chiqaman-ku. Uzr, mayli, qo'rqizib o'rgan bo'lsam. Chiqaman men. Yo'q, yutkazasan. Xayr. Uzr sasrabman. Xayr, yutkazasiz. Tak obunachilar, Jo'xa ham o'zi qo'rqqanidan chiqmoqchi bo'ldi, lekin ustini yopib qo'ydim. 1 soat qoldi. 1 soat endi Jo'xaning reaksiyasini ko'ramiz kameradan. Kanal, let's go.